necha kun mol bozorga chiqsam, bitta ola mol turibdi, vaqtlar ekan. Bu zoologiya kabinetidan o'g'irlab chiqqan. Shu u sinovchi ozuvchi ekan u. Shu mol qanchalik ozishni iloji shuncha ozdirgan ekan-da. Hali mol ko'sh qaytarishgan ham yaramas ekan. Suti bor deb qo'yapti. Suti bor deb qo'yapti egasi. U qoni bormi o'zi buni? Bor bu nima bu desam mol dedi. Molni sifatidan chiqib ketgan-da. Aka 5 litr suti bor. Buni qoni yo'q dedim. Maramaydi dedim. Marashga aka quvvat olish. Bu molingiz dedim oyog'ini devorga tirab, shu yarim marta maravad ekan. Yo o'tirib. Marashini sut berishini qo'ying. Bu mol yotsa tura oladimi? Yo talpalda ko'tarib qo'yish kerak. Bittasi oldi uni shu 1300 so'mgami? Uyga olib borgan ekan, darvoza onasidan tomda yashab ko'rinib turgan ekan-da. Shotidan chiqib ketayotganmish haligi mol. Ya debdi uyga olib kirib. Keyin hali ikmahal terit qilib boshqa qilib boqqanda, hali mol odamni ko'ziga qaray olmasdi, uyalgan. Bu shu yemishlarga yarasha xizmat qilyapsanmi-ki? Haligi mol-da. Hali odam har kuni og'riga bo'lsa, bo'laveramiz-da. Nimaga bunaqa qilaveramiz? Uyalayotgan ekan. So'masa, buni faqirni otga qo'yib qo'yarkan, yuragini tashab, faqirni oyog'i bilan bunday surib qo'yarkan. Yaxshi bo'ldi degan ekan. Agar o'sha molga ikmal kunjiraversa, uyutib ham beradi. Bu bola 50 kilomi bu bo'lgan ekan-da, u olgan bola qo'ltiqlab chiqib ketdi-da. Bu yura olmaydi. Buni eng achinarlisi yonida bolasi ham bor. Bolasi ham bor. Uni o'sha o'zi Samarqandda ozdirib kelgan bo'lsa kerak, hali ozadigan joy bor-ku. Uyingda uni ozdira olmaysa, rahming kelib ketadi. Bolam qarang, qilib qarang. O'zini hali stopga raqib yumib ochdi. Bunday qilish uchun quvvat kerak. O'zi shart yumib ochish uchun. Bitta boy molni oldiga qo'yib qo'yibdi. Menga buni oldiga qo'ydingiz, katta molni oldi desam, uka indamak suyanib turibdi. Indamak dedi, suyanib turibdi. Yordamchi nima ekan bu? Ha, u sinovchi ozuvchi ekan. Bu demak mashinalarga ham kecha qolgan nomerlar. Qabul qilmadimi kerak? Bu safar ham bunday ketaman kerak. Yo, u mol unaqa yuradiganlar mol bo'lmaydi. Unaqalar novvos bo'ladi. Bizni zotda novvoslardan bo'ladi. Shu 50 ga kirganda ham shoqib, mototsiklga bo'liga o'xshab o'zgarmaydi. Nechta tishi bor? Aka tish so'ramang dedi. Nima olsan tomoqqacha tishi bor.